Qoraxo'janing güzel zotlari nelerdir shug'ullanadi desangiz, mana siz ko'rib turasiz. Olar qoz ishkartida, ya'ni qozimasi birligida kunini 80-90 qozni ishkartib topshiralar ekan. Mana shulay istama ishlash mumkinligi tug'dirgan kishilarga juda rahmat. Jaliyana ayisi Fide Sepa. Fide Sepa'ni bilamiz endi biz. İyi. Bizning avulga klubga kelib jirtlaringni alib, shundan tanishib ketdik endi. Biz bu avulga o'qirgan jirdik 9 bilan 10 klassga. Uzoq uchrashdingizmi? 3 yil. Necha yoshda kelib o'tishdingiz? 19. Yoshli ekan. So'nga qolganchi. Anlari so'ng turib olmasalar. 19da ta o'tirib qolsang deb. Siz shahar kishisida bo'lib oldingiz. Shahar kishisida bo'lib oldik, O vaqtda shunda tuplanib qoldi tilagi bo'lmadimi? Yo'q, birda yo'q. Ko'ngil topmadi? Yo'q. Birda topmadi. Shular nariyoqqa jirib ishlaymiz endi, ida hayvonlar asraymiz, qishloqlar asraymiz.